Opa, mashinangiz bir marta ag'darilgan ekan-a? Yo'q, men bilmayman aka. Opa, bozorda mashina ag'darilganligini bilsa, 4000 dollarga ham olmaydi. Mayli, men ayol boshingiz bilan kelibsiz, 5000 dollar beraman. Aka, men mashinani tushunmayman. Sizlar ham aldamasalaring kerak. Mayli, men roziman. Alo, aka qaydasiz? Kecha mashina kerak deganingiz bitta chotki Nexia 3 avtomat garajga mashina topib qo'ydim sizga. Hozir kirasiz aka. Aka, siz bilan tanish bilishmiz. Sizga 8,5 mingga beraman. O'zi 10 mingga totadigan mashina. Seni vijdoning bormi ana ayolda? Aha. Bo'ldi aka, unda 8000 dollarni olib kelavering. Uka, mana 8000. Birinchi marta mashina olishimda. Ish qilib qimmat topmayapmanmi uka? Aldamaysan-ku sen. Ha, yo'q aka, bizda aldov bo'larmidi? Yaxshi kunlaringizga mening zo'r mashina oldingiz. Qayerga boshlab ketyapsan? Orqamdan yur, keyin bilib olasan. Ukalar, kelinglar. Mashinani aybi chiqib qoldimi? Ha, yo'q opa, siz ko'nglingiz to'q bo'lsin. Mashinangiz zo'r. Opa, mashinangizni 8000 dollarga sotdik. O'zingiz rozi bo'lib qanchaga o'tib berasiz? Boshqatdan dogovor qilaylik opa. Yo'q, ag'darilgan degandilaring-ku. Sizlarda ham bola chaqalaring bor. 7000 dollar beraveringlar. Soddagina opam, shu yerda ham 1000 dollar ziyoniga berishga rozi bo'lyapsiz-a? Opa, hozir men sizga 2600 pul beraman. Kecha 5000 bilan 7600 pul bo'ladi. Opa, biz rozimiz, siz bizni bergan puldan rozi bo'ling. Hamma narsa rozilikda. Mana o'sha 2600 pul. Vijdonli inson ekansizlar. Sizlardan Alloh rozi bo'lsin. Menga qaragan aqlli. Qancha puldan qo'yganingni bilasanmi? Hozir hamma bir-birini aldab pul topadigan zamon. Bunaqada 1-2 bo'lmaydi, seni vijdoningga. To'xtagin. Birovni aldab pul topib qancha yashaysan? Xo'p, birovni aldading deylik. Lekin tepadagi Allohni qanday aldaysan? Kecha uyga kirsam, 3 yoshli bolam ishtaha bilan ovqatlanyapti. Ko'rib biram ko'zim quvnadi. Hozir o'sha birovni aldab pul topganimda, shu bolamga borib yediraman. Men qo'ram yo'l bilan topgan pulimni ana shu bolamdan tez chiqishidan qo'rqaman.